sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha bank, moliya, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi va energetikani ustuvor yo'nalish sifatida belgilab, 100 ta loyihani amalga oshiramiz. Bu borada yana katta rejalarimiz bor. Xususan qadriyatlarimiz va madaniyatimizni o'zida ifoda etayotgan sun'iy intellektning milliy modelini ishlab chiqishni boshladik. Men bir narsaga aminman. Bu ishlarimiz boy tariximiz va zamonaviy yondashuvlarni o'zida uyg'unlashtirib, yoshlarning yangi kreativ g'oyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu tizim samara berishi uchun Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlikda 1 million sun'iy intellekt yetakchilari dasturini ishga tushiryapmiz. Shu yilning o'zida AI Study platformasi orqali kamida 100 ming yoshlarning sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganadi. Ishonaman, bu yangi loyiha hisobiga sun'iy intellekt sohasidagi raqobatbardosh va yuqori malakali mutaxassislarimiz yanada ko'payadi. Hozir maktablarimizda 19.500 nafar informatika o'qituvchilari bor. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 2 oyda dunyodagi birinchi raqamli Massachusetts Texnologiya institutining sun'iy intellekt ta'lim dasturi asosida o'quv dasturlarimizni yangilaydi. Har bir viloyatdan 100 nafar informatika o'qituvchisini tanlab, bu yil Yangi O'zbekiston universitetida ushbu dasturga o'qitamiz. Ushbu mentor o'qituvchilar o'z hududidagi qolgan informatika o'qituvchilarini 2 yil davomida kaskad usulida tayyorlaydi. Bu orqali 5 yil ichida barcha maktab bitiruvchilari sun'iy intellekt bo'yicha yetarli bilim oladi. Keyingi yo'nalish raqamli avlod qizlari tanlovida ta'lim, sun'iy intellekt, yashil iqtisodiyot, iqlim o'zgarishi kabi sohalarda 7000 o'quvchi va talabani 120 ta startap loyihalari tanlab olindi. ITning boshqa kasblardan ustunligi nimada degan savolga javob: yaxshi kompyuter, internet va ko'nikma bo'lsa, barcha ishni uyda qilsa bo'ladi. Bitta tikuv mashinasini puliga ozgina qo'shib, yaxshi kompyuter olib berilsa, qizlarimiz uyda ham $1000 daromad topsa bo'ladi. Shu bois bu yil kamida 50 ming nafar qizlarimizni raqamli avlod qizlari loyihasi bilan qamrab olamiz. Raqamlashtirish vazirligi Shermatov va Milliy bank Mirsoatov yil yakunigacha IT va til sertifikati bor yoshlarni kafolatli ishga joylashtirish bo'yicha yangi tizim yaratadi.